Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Şirketi televiziya ilani, televiziya programması, televiziya teatri, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Şirketlerin teşviqat planını tuzish ve LED ekranını ijara berish qatorliq turlar bilan shug'ullanadi. Agar yuqori turlarga ehtiyojingiz bo'lsa, Kamera Madaniyat Tarqitish Şirketi sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish Şirketi. Here we go like that. See, I'm riding high. Yeah. Here we go like that. See, I'm riding high. Salam qadrli ko'rman do'stlar, salam ustozlar, salam chiroyli qizlar. Elchi programmamizning bugungi yangi soni yana yopib ochdik. Güzel hikoyalarimizni sizlarga sunishga qoldiryapmiz. Yo'langidek qomatga, kuyingidek yurakka, suyingidek tilakka muhtoj bo'ldig'ini dal qiz qalbi. Qiz qalbi janon chinindimi nozik bo'ladi, avaylash kerak. Mana mush sevimli qizlarni avaylab, mush sevimli qizlarni qo'g'dab o'ltirayotgan ikki chiroyli qadimiz bor. Ular bo'lsa-mu Şinjan Advokatlar Jamiyatining a'zosi, Ayollar birlashmasining taklifdori Şinjan Jasur Advokatlik ish bejirish o'rnining advokati Maryamgul Ahmad hadimiz. Maryamgul Davlatlik 2 darajalik psixika maslahatchisi, Urumchi Dil Yashma psixika maslahat o'rnining qurg'uvchisi Mahfuza Abdulazadimiz. Mahfuzada qarshilamiz. Ishqinglarning qizlarning ko'nglini avaylishi bilan, asrishi bilan, qo'g'dishi bilan programmamizni aytdi. Ravon tusda rivojlanyapti. Eng muhimi qizlarimiz bizga shunday yaxshi moslashib beryapti. Sahnaga chiqqan o'g'illarimiz o'zining barcha tirishchanligini ko'rsatyapti. Biz endi yana ularga texmo kuch berishga, g'ayrat jasorat ato qilishga birlikda tirishaylik. Qani undaq bo'lsa, birinchi mehmonni sahnamizga kutib olamiz. Qani Teşkimo Mayriyada, teşkimo güzel kızlar, teşkimo ustazlar, hammanglarning mushaf xayrlik bo'lsin. Kamina Korlu diyaridan kelgan Keremjondan hammanglarga o'tib salam, oliy ehtirom. Rahmat, salomlar. Qabul hammamizning yurgimizdan qabul. Koruldan mush programma qatnashaman deb kelibsiz-da? Ha. Ilgirki programmamizni to'liq ko'rganmidingiz? Ko'rgan. Qanday ta'sir bergan? Haqiqatan sanni ko'rgan vaqtimda ba'zisida ay mush qizlarni asli ep tushgan qiz olgan to'q degandim. Lekin uning hamda men ulgurmaganda. Ba'zisida hamda ba'zi o'g'illarninki bo'lsin yoki ba'zi qizlarninki ba'zi so'zlarni masalan ba'zi taraflardan mushkatdan degan bo'z qanday bo'ladi degan ahvolam bo'lgan. Undaq bo'lsa, bugun shu o'kinishlaringizni to'liqlab, boshqalar aytib bo'lmagan sizning aytganingiz bor. Asli men o'rinda bo'lsam, mundaq da'vat etdim deydigan barcha yurak so'zlaringizni aytib olsangiz bo'ladi. Qani, boshlanglar. Oldindan men qizlarni so'rab baqsam, sizlar turmush qurgandan keyin cho'nglar bilan birga o'tirish qanday qarasizlar? Mening qarashim hamda u yoqdan to'y qilib, bu yoqdan cho'nglar bilan birga turamiz desangiz, men qo'shilamayman uningga. Men jo'g'anda cho'nglar bilan birga turish qo'shilaman. Fikr Sizning cho'nglar bilan birga turish deganingiz, mundaq o'ylilik uylarda birga yashashni ko'zlamdi yoki bino uyda birga yashashni ko'zlamdi? Endi o'zimning sharoitdan demanki, o'ylilik uyim bor. Yazning kunlari sal o'yinlar azad bo'ladimi? Salqin. Qishning kunlari ham bino uyda turamiz. Bino uyda qishning kunlari turgandimi cho'qim cho'nglar bilan birga? Ba'zan bino uy cho'ngmi? Cho'ng. Men ham bolalarni ishini akam bormi? Hamda odatda cho'nglarni beqishiyatda ham talashib qolamiz. Men o'zim bir qo'lliq boqaman desam, menga oshmaydi. Lekin hamda men hamda kasbni qilish jarayonida o'zimni kasb bizneschilikchi. Ham loyiha ishlarini qilaman. Shu jarayonda men es qilganim, o'sha boshqalarning uyiga borib ekanmiz, nurg'un cho'nglar yolg'iz qolgan. Ular bilan fikrlashdik ekanmiz, ularning atrofida yarvilak bog'dak, olin so'rg'idak bolalar yo'q ekan-ku. Shundan qarab bu yoshlarni cho'nglarni vaqtida beqavamsak, ketgandan keyin uni aqancha onam, dadam degandan nempaysi deb qolganmiz-ku. Cho'nglarchi, ular sizlar bilan turishni bakrak xohlamdi yoki balalarim bu dadanglar bilan ishimiz o'zimiz tursak yaxshi bo'ladi degan gapni qilamdi? O'zimiz yog'i turimiz deydi, endi shunday qilsa, biz odatda davomli cho'nglar bilan birga turib azar qoldim-chi. Qolgandan keyin
Çoğunlarının yaşamagan ovozini anglab tursam, bir xil odamning ro'yi ko'tarilib, ko'ngli xotirjam bo'lib qolgancha. Siz to'ydan keyin ko'rildi yaşamoqchimi yoki agar ko'ngil savdoligi beshingizga tushsa, Urumchiga qaytib kelib o'tasam bo'ldi demsiz. Hozirgi oldimda ko'rildi ham taraqqiy qilib, ma'lum bir saviyaga yetib bo'ldimcha. Hamda damalliq hamda Urumchiga kelish desa hamda butun narsani tashlab o'tib kelgan bilan barobar bo'ldi. Men qaytadan boshlasam bo'ldi. Undaq bo'lsa, bugun endi sizning oltindek fursatingiz. Shuning uchun tirishib baqayli bugun, ha? Bo'ldi. Keremcan, siz odatda masalan mau mayli oilada bo'lsin yoki o'zingizniki tozliq tarafdagi ahvollarga qandaroq men deb qaraysiz? Oiladagi tozliq ahvolga o'zim sal hamda bezakchilik kasbi sal zirroq kasb bo'lchi. Hamda shunga bu zirliq turmushimga singib ketgan hamda. Uyning tozligi jihatdan uy sal ratib turmasa, sal ichim tushib qoldi. Sizning tunji turmushingiz-ku, bir muhabbatlashgan shunaqo. Tozliq tarafdan ancha diqqat qilmaydigan qizlarga uchrab baqdingizmi? Tozliq tarafdan da bak demakchi bo'g'inim, qarang, demakchi bo'g'inim, o'zi chiroyli. Sizning ko'nglingizga ditingizga yoqadi. Ammo ilaqay sal tozliq tarafda diqqat qilmay yozlarda odamni sal beoram qilib qo'ygan ahvollar bo'lib baqqanmi demakchi? Undan ahvollarga men uchrab baqmadim. Uchrab baqmadimmi? Sizda shunaqa ahvollar bormi? Masalan, o'g'illarning puti puraydigan degan. Mening putim purmaydi, endi biz davomli o'rtirib xizmat qilamiz-ku. Nima qilamiz? O'rtirib. Bir kundagi 12 soat vaqtimiz, yozning kunida 15-16 soat vaqtimiz o'rtirishlar o'tadi. Unda bo'lgandan keyin biz asosliqamiz shu endi paypaqlar turib qoldi. Endi nimishki menda bu savolni so'rab qoldik deb ko'nglingizda mundaq bir tugun bo'lib qolmasin. Sizlar bezakchilik qilmaydigan ekan demisimi, bezakchilarninki biz xizmatini tushunamiz. Bizmi qildirib boqqan emas bunda ishlarni. Ana bo'lgandan bazam vaqtda rosaqatdan tozliqqa diqqat qilib olmay yerib ketgan ahvollar bo'ldi. Shuna vaqtda agar tuyuqsiz bu yo'qilay chiqib qolgani shulda muhabbatlashgan ekan. Shuna vaqtda shundaq bir g'ayriy bir ahvollar bo'lib qolsa, o'ng'aysizlanib qolgan bo'g'imidi yoki buningdan ash tarafdagi diqqat qilamidi deb mundaq qanday siz ko'nglimda so'rab baqdim. Undaq vaqtlardan amal qilib hamda tuzayman. Ahvolni o'shaymiz endi. Navoda endi fursat bo'lib qolsa, shuna fursatlar bo'lib qolsa, siz meni qattiq yaxshi ko'rib qilib, agarda ishimiz turmush qurib, meni ko'rliq olib ketib qolsangiz, oilada opangiz bilan chiqisha olmay, masalan, tamoq ustida opangiz bilan so'qishib qolgan bir nima deyishib qolgan ahvol bo'lib qolsa, opangiz taraf turamsiz yoki men taraf turamsiz, shu masalani qanday hal qilasiz? Ham cho'nglarning ko'ngli ozroq ayab qilishi mumkin. Andikin ishtigandan keyin ham sizni ayrim o'zim bazlab deganda ko'nglingiz tutib olmanda. Bunda yeringiz baqdi. O'lkamsi. Endi men to'y qilmagan qizlarning savollari qarab sizdan so'rab baqim kelyotidi. Mushu qiynana kelin munosabatida amaliyotda biz o'ylaymiz kelin bak jini qirilib ketayotgandek, qiynanimi jiniga ekak selingandek, kishining qizini qiz qilishning tasligini his qiladi deb har ikki tarafning qiyinchiligini biz ayollik nuqtasida ko'rsatamiz. Amaliyotda agar haqiqiy ziddiyat ko'rilganda bakrak jon qiqilib ketadigan er kishi o'dayman, bo'lib o'tirdi qolgan er kishi. To'g'ri dedingiz Mayra. O'tirliqda jafo tortadigan dal mushu yigit. Ananing o'g'li, ayolning yo'ldisi. Agar endi mushu ayol yo'ldishdan nayda rozi bo'lgan bo'lsa, qiynanining andaq-mandaq gap so'zlari bu ayolga uncha ta'sir qilib ketmaydi. Ko'nglida meni yo'ldishim qo'llayotdi-ku, meni yo'ldishim yaxshi ko'radi-ku degan bir tuyg'u bor, xotirjamlik bor. Shunga imkon qadar qiynanini tushunishga tirishadi. Endi mushu ayolning yo'ldishidan ko'ngli suv ichmagan bo'lsa, nurg'un ehtiyojlari qondirilmagan bo'lsa, ko'nglida yo'ldishiga nisbatan ochiq bo'lsa, qiynanining azroq bir gapimi bu ayolga naydi cho'ng ta'sir ko'rsatib ketadi. Kayfiyatlarni qo'zg'ab yetadi degandek. Amaliyotda qiynapisi bilan bo'lgan munosabatdagi ba'zi bir ochiqlar yo'ldishiga qilingan ochiq. Ananing bu yerda kayfiyatini tanishaydigan o'g'il bola. Dal o'g'li. Anını xatirjam qilib qo'yib, kelin yo'q yerda onunğa ba'zi bir tushunchalarni berib, qilolgan vaqtida mushu jihatdan diqqat qilib ketalsizlar, kelin bilan qiyin ananing munosabati yana o'ngishli taraqqiyot ketgan bo'ladi. Rahmat. Bu jihatda siz qan ana tatlı kelin munosabatini barpo qila oladigan yigit deb ishonamsiz o'zingizga? Ishonaman. Ma'qul. Qani qizlar, birinchi bosqichda qizlardan so'raydiganingiz az bo'lib qolganda-ka? Qani. 8 nomerlik mayni so'rab baqsam, siz necha yoshga kirdingiz? 22. Kasbingiz? Kirimchik. Odamlarning sirtqi qiyofatini bizga aytgansizda? To'g'ri. Sizningki
qarshi bo'lgan talafingiz qanday? Kelishgan, masliyatchan, pakiz, bo'ysal egizroq o'g'illarni yaxshi ko'rmayman. Sizning egizgan nechilik egizlikdiki? 1.70 m. Siz qancha? 1.78 km. Agar masalan turmushingizda siz to'y qilish oldida turyapsiz deylik. Sizning hozir qilishingiz, tanlash to'g'ri kelib qoldingizda, birsi o'zingiz yaxshi ko'radigan bir qiz bordi. U qiz tirishchan, anandikin davomli aldirash yuradigan, o'z ishi bilan mashg'ul bo'layotgan, ammo siz bilan to'y qilishni xohlaydigan bir qiz. Yana birsi sizning uydagilar topgan qiz deylik. Uydagilarni ayt yaxshi ko'radigan, masalan turmushda unchalik tirishchan bir ishlarni qilmagan, ammo lekin oila tutishga mos keladigan bir qiz deb aytsak, ammo cho'nglar siz tanlagan odamga to'y qilishingizni ancha xohlab ketmaydi. Siz xohlamaydigan odam bilan uy tutishingizni ular yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Mushundaq ahvol ostida qanday qilardingiz? Cho'qim o'zim yaxshi ko'rgan tanlayman. O'zingiz yaxshi ko'rganni. Cho'nglarning umidini yerda qo'yamdi qanday? Cho'nglar hamda o'zininki nuqtai nazarda turib, masalalarga baho berdi emasmi? Bunday bo'lgandan keyin mening hamda o'z nazarimdagi ayol hamda menga loyiq, menga mos keldi deb qaraydigan odam bo'ldi emasmi? Shunga hamda cho'nglarga o'zimninki o'ylaganimda shundaqla keyingi turmushim bo'lgan talabimni tushuntirib, ularni qoyilqaligimga ishonaman. Kerimjon, sizning oylik kirimingiz qancha? Oylik kirimim normal chiqqan vaqtda 10 ming chiqadi. Yuqorisi 18 ming chiqadi. Unda hozirda qishning vaqtlari Bir oydimi? Ha. Undan sirt loyilayman-ku. Loyilashni hamda og'zaki va kompyuter orqali loyilayman. Shunga hamda asosli qilg'ashim bezakchilikni qilaman. Siz qanchalik o'qigan? Men to'liq o'tirib o'qigan. To'liq o'tirib tutagandan keyin bezakchilik shogirdga kirib o'rganib hozir. To'liq o'tirib tutagandan keyin o'zimning qiziqishi uchun oliy maktabda o'qisam uzun vaqt ketadigan deb ondan keyin yo'nalgan ketdim. Kasbiy maktablarda o'qib. Bezakchilikni shu kasbiy maktabdan o'rgandingizmi? Uni ustamlarning keyindan yurib o'rgangan. Qolgan boshqa uning aloqador yo'nalishlarda lekin kompyuter texnikasi deganlarni kasbiy maktablarda o'rgandingiz. Unda o'z oldingizga uy, mashinangiz sizning nomingizda yo'q, shunami? Bormi? Odatda masalan turmush bo'lgandan keyin oiladagi iqtisodni ayol kishi taraf men tutaman deb qanday qaraysiz? Hamma ayol kishi so'rab xajlaysiz-da u vaqtida. Hamda hozirgi oltimda mening kimda qo'limga kirgan pulning so'mmasimi bir qadar ko'p, aylanib turgani ko'p, chiqadiganim ko'p-ku. Balkimda ayol kishi zerikmasa, siz qo'ysam bo'ldi. Zerikmasa. Nimishqa deganda berib turman demoqchi bu. Masalan, bugun 10 mingni bersam, ertasi 5-6 ming, 7 ming xajlashim aniqchu. Men chunki boshqalarni elib, shuni pullarni pajlab turib, shu deyishgan o'ylarninki, masalan, bezakchilik ishlarga men pajlab turib charchagan bo'lgan ekan, u pulni olaman, oxirida xajlayib o'tman. Demak, og'inimning hammasi kirim emas, tanga? Shu og'inimning hammasi oxirida men shu payizsam deb qo'limga eshib qoldi. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, qizlar ikkinchi bosqichga kiraylimi? Qani, ekran qaraylik. Manimo. Kinishkisi var. Gördüm. Bu kinishkide kimning ismi bor demakchi. Qarab bakmapsın. Qaradim, sizning ismingiz bor ekan. Amsa mening ismimchi. Bu senin mening deyishlikdan bu ishimizniki va? Pah. Ma gapni. Er kishi bo'lgandan keyin uyni siz eling demay, men siz biltang bank qarzi to'lagandimi? Sen nim demekçi ya? Men demekçi, men bu öyde siz bilen tang japa tattım. Öyünün qarzını төлeymen dep jutqımı baranmadım. Kiyimmi kiymedim, çaylardan kaldım, dostlarımdan mı ayrıldım. Şuna bu kinişkige menin İslam'ımı yazıp koysanız bulmamdı demekçi. Ma pulumu buzub çiziptim ama, ma kalankan bir yerler veriptim ama. Ya bu şu işimiz kurumuzda pulunu yığıp müşekerken bu işimizdeki tosa. Şu? Hiç qandaq farq yo'q. Şuna ma öy mening namımda bolsun. Mening namımda bolsun mu? Yalğız yep ketmeyme bu öyni. Navad acıç bitip qalsaq mı? Ortaq mülk hesabıda 2'ye arıp birdik. Aşkarıldın mı? Sen ben bile öy tutamsa, sozlışamsa. Senin mışnalığın bilip şuna ma kinişki özlemsini yazgan. Nimi de? Meninkini mi tang yazsa? Mümkün emas. Agar o'rtaq tirishchanlik bilan er-ayol ishqinglar uy oldinglar deyli. Siz kinishkiga kimning ismini yozishni o'ylaysiz? Agar hamda qiz bola sal tirishchan bo'lsa, nazrimcha,
tirishchan bo'lib, men bilan tang mang'amizmi? Men bir daraxt bo'lsam, daraxtning soya tushmagan yeriga o'zining soyasini sepiraylik albatta bo'lsa, tirishchanlikcha. Mana shu kifoyamda. Videoda ko'rgan qiz sizcha bu oilaga hissa qo'shdim dedi, qarzini tang to'ladim dedi. Uning soyasi tushgan qizmiki? Ayni vaqtda bu uyni olganda ayol kishiningki ismi bo'lmaganiga qaraganda buni kishi o'zi yolg'iz ep bo'lgandan keyin andan keyin to'y qilib akirgan ayoldek his qildim men. Lekin qarzini to'lishmadim deganda qildi ayol, a? Ha. Sizce shu ayolning shu kelishkida ismi bo'lishi kerakmi yoki bo'lmasin bo'laveramdi? Bu nuqtaga hamda bu cho'ng masala emas deb qarayman. Agar ayol kishining kishi ayol kishini so'ysa, ayol kishimi uni so'ysa, bu ikkisining orasida uncha pek cho'ng masala emas endi. Buni qonun nuqtasidan tahlil qilib baqaylik. Qani, Maryam Gulada uy kinishkisi yoki muqim mulk kinishkilarda ism bo'lish bu maslaqabak cho'ng masala emasmi? Meningcha qonun nuqtasidan qaraganda mushu uy mulklarda to'ydan keyingi o'rtaq mulklarda kimning ismining yezilishi muhim emas. Nurg'ullar yuqorqi filmga o'xshash, o'sha talash tartish qildigan, o'zining ismini yezishni talab qildigan ahvollar intayin ko'p. Hamda qazni to'ydan keyin to'labdi, agar bu uy to'ydan ilgari oldin to'lash tegishli qismini er taraf o'zi pul chiqarib setib olgan bo'lsa, mushu o'zi to'lab setib olgan qismi erning shaxsiy mulki. To'ydan keyin ayol bilan ikkisi uyning qazini 10 yillik, 20 yillik, hatto 30 yillik oldi ba'zilar. Mushu to'lagan qismi qanchalik to'lagan bo'lsa, bu er ayolning o'rtaq mulki. Bu erning maoshidan, kirimidan to'langan bo'lsin, ayolning hech qanday has kirmidi deb ba'zilar mening shaxsiy uyimda bo'lgan qarashlar bo'lganlar intayin ko'p. Lekin mushu taraflar to'y qildi, to'ydan keyin setib olgan mulk er ayolning o'rtaq mulki. Bu yerda ayoldek cho'qim mening ismim yezilish kerak deb bu yer g'alvi chiqarishning hech qanday zaruriyati yo'q. Hamda qonun jihatdan biz mayli ayolning ismi bo'lsin, bo'lmasin, agar taraflar ajrashadigan, mulkni ayiradigan ishlar bo'lib qolsa, yanala er ayolning o'rtaq mulki qatorida bir taraf qilamiz. Uyni bir taraf qilishda eng oldi bilan ayollarning huquq manfaatini qo'g'dash, bolalarning huquq manfaatini qo'g'dashni oldin o'rin qo'yib turib, mush ojiz o'rindagilarniki manfaatini kafolatlantirib, uyni ayol tarafga, garchi erning nomidagi uy bo'lsa-mu, ayol tarafga bo'lib berish nisbati ko'proq bo'ldi. Rahmat. Qani, ma ikkinchi masala xil zil masala ekan-a. Ikkinchi bosqichda qo'yilgan video orqali ham savodga ega bo'ldik. Maryam Gul odam naq maydonda tushunishli qilib so'zlab berdi. Endi qizlar, mush savodni anglashdan burun sizlarmi mush uy mulk xitida yoki muqim mulk kinishkisida ism bo'lish muhim ish deb qaramdinglar. Maryam ustozdan bir savol so'rab boqamiz. Shu hozir shu jiq ota-onalar to'ydan burun o'g'illarga uy yap bergan bo'lib ketdi. Endi bizgimi shu? Müşta ehvalasida to'ydan burun o'g'il taraf yoki qiz taraf ikkil tarafning uyi bo'lgan ehvalasida to'y qilsa, qiz taraf o'g'il tarafning uyi kirgandan keyin bu o'rtaq mulk bo'lamdi yoki naq pul to'lab olgan uyi yoki bo'lmasa o'g'ilning o'ziga, qiz bolaning o'ziga deganda qiz bolaninki o'g'ilninki uyida hech qanday nimis bo'lmamdi. To'ydan ilgari mayli qiz tarafning bo'lsin, mayli er taraf o'g'il tarafning bo'lsin, olgan mol mulki yoki shaxsiy buyumlar bo'lsin, hammasi shu tarafning o'zining shaxsiy mulki qatorida bir taraf qilindi. To'y qilgandan keyin mayli to'y qilgan davomlashgan turmushi qancha uzun bo'lsin, 20-30 yil yoki 40 yil, shu mulk mavjud bo'lgan ahvolda mangu shu erning yoki shu ayolning shaxsiy mulki. Buni o'rtaq mulkka aylantirib o'tish bo'lmaydi. Hamda mushu mulkni tapovat qilib turib, ilgari shaxsiy mulkimizni, to'y turmushimizdan keyin kirgan kirimlarini o'rtaq mulk qatorida, ya'ni areal ikkisiga bo'lib beramiz. Hamda buningda uydan tapovat qilib bo'lmaydi, lekin do'kon, saroy degandek narsalarni sotib olib, to'ydan keyinmi uni davomli ijaraga berib, ijarasidan foydalanamiz emasmi? Yana chorvachilik rayonlarida yashayotganlarning chorvalar bo'ldi, ham otalarimiz bizga bergan 10-20 kala qo'y o'shga degandek. Buni to'ydan keyin ko'paytdik yoki buningdan davomli tapovat qilib tijorat qilib mablag'imizni yoki chorvamelimizni yoki iqtisodimizni ko'paytdik. Ko'paygan qismi taraflarning o'rtaq mulki. Lekin o'sha narsa mavjudli bo'lsa, u shu tarafning mangu shaxsiy mulki. Demak, bu jihatdagi savodinglarni cho'nqirlashtiryapsizlar-da. Nurg'ullar demisimi, mush kichik masalada mening ismim yo'q ekan, demak sen meni yaxshi ko'rmaydi ekansan, ajrashib ketish yomon xiyoling bor o'xshaydi degandek cho'nqirlashtirib, o'ziga ziyonli tarafini ko'p o'ylab olish mumkin-ki. Amaliyotda
ismning bo'lish bo'lmasligi emas. Mayada sizningki o'ylanish guvohnomangiz bo'lsa, demak, to'ydan keyin ilingan mulk bo'lsa o'rtaq mulk. To'ydan ilgari yigit taraf olgan yoki qiz taraf olgan bo'lsa, bu shaxsiy mulk qatori bir taraf qilinganligini bilib oldinglar. Endi ba'zi narsalarga bak ortiq oldin vayim yeb, to'y xit elishdan burun jidal chiqarishning yoki uy xitiga ism yozilmaslik masalasini muzokara qilishning bak ko'p hojati yo'qligini his qilib oldik. Ben kızlardan bir soru sorup baksam. Eğer benim hazır uyum var, maşinam var, bırak hem desem telemdi. Lekin onu ben taşlı bitip, işkimiz toyqan diken hemen kayıttan başlayalım. Mesela maşin olsun ya uy olsun, işkimiz özümüzün küçük tayinip işlep, anlakin allı mesela. Desem sizler qanday qaraysizlar? Men bo'lsam qo'shilmayman, bunda shaxsiyatchilik qilsangiz qanday bo'ldi? Demakchi siz birisini yaxshi ko'rib, uning bilan turmush qurgankin siz shuningga cho'qim badal to'lashingiz kerak. Unda shaxsiyatchilik qilsangiz qamlashmaydi-da. Siz bu savolni sinash uchun so'radingizmi? Agar ashdaq menda hech nim yo'q ahvol ostida qizlar ko'ngil uchun turmushga tavakkul qila olamdi deb so'radingizmi va yoki rost shunda xiyolingiz bormi? Eğer adamda azıcık kızlar mesela bolsa cevap atmasam kerak emasmi? Shunday qilgandan o'ylab qolmay adam o'zi kuch chiqarib, o'zininki mevasiga olgan narsalar bek tatliq bilindi ekan-ku. Lekin bir muvaffaqiyat qozonib ma'lum bir bosqichga yetganda masalan to'y qilmadingiz-ku texi. To'y qilish uchun tayyorlik qilib olgan mulkingizni qandaqdir siz bilan birlikda turmush qurgan qizdan qizg'inishning o'zimi toza to'g'ri emasmi Keramjon? Agar uni siz haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, men uyim olib bo'ldim, mashinam olib bo'ldim deb faxrlangan tuyg'uda tursangiz to'g'ri bo'ladi. Siz hozir men noldan boshlab malani hisob emas deb siz bilan birlikda uy olman, siz bilan birlikda mashina olman desangiz, aniqla Almiradek o'ylaydigan qizlar ko'p salmoqni egallaydi. Almiraninkiga qo'shildiganlar qanchalik? Yoki Keramjonninkimi to'g'ri, o'rtaq tirishib olsak bo'ladi deydiganlar bormi? O'zingizlarning xohishi bu, Almira bo'yicha tafakkur qilganlar qanchalik? Hammanglar o'xshash tafakkur qilibsizlar. Agar haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, menimcha bu siz qandaqdir yong'ishtirib yetib turib, bu mening emas-chimi, bilan qaytadan olamiz deydigan masala emas. Mush sizning, mening emas, bizning. Bizning bo'ladi deyalsangiz, qizlarga rohatlik tuyg'u berdi. Amaliyot qizlar ota-onamizning uyidan boshqa uyga kelin bo'lib kirib, qanonimiz bergan sanduqni yoki opalarimiz tayyor qilib bergan mol-mulk uchun kirmaymiz, aqida uchun kiramiz. Shunaqa. Sizning shu aqida bo'lsa, bu rohatlik bog'lanish bo'ladi. Mening o'ylig'im bir odamniki mol dunyosi o tapqil bo'lgan narsa-ku. O'ziningki jasorati bo'lsa, tepishqa o'zining ishonchi bo'lsa, ondan to'g'ri bo'lgan bir hunar kasbiga xizmat bo'lsa, to'g'ri yuzlanish bilan ish qilsa-ku. Arqandan tapqil bo'ldi. Endi bayatdan siz qizlardan so'rgan savolni men mandaq o'rib sizdan so'ray. Ma'lum bir iqtisodli qiz siz bilan oila qurmoqchi. Bu qiz o'z oldiga noiti tirishchanlik ko'rsatib, xilil boylik to'plagan deyli. Lekin siz bilan oila qurish oldida Keramjon, mavu hisob emas, sizgami tava emas, ota-onamga beribdiman demini. Noldan boshlab biz birlikda olaylik, siz qanday qaraysiz? Albatta men qo'shilaman. Men uchun cho'ng masala emas. O'g'illik nuqtasi cho'ng masala emas. Lekin qizlarga ammagan bermagan juma mashinammi yo'q, uyam yo'q deb o'ylang billa olamiz desangiz, masal basxo'rlik bo'lib qoladi. Mening bu savol so'rashimda hamda odam hozir dedimga, o'zi ishlab topsa, masalan bir piyola misol olsak, piyolani ochiqingiz chaqmoq chaqib qo'yasizmi? O piyolani qo'lingizga ep bo'lib, chaqirishni o'ylab qilib qo'yib qo'ysizlar. Shuning bilan topgan debmi? Endi qizlarni mandaqa boshdan yo'q deb sinash sal rahimsizlik. Hech kim muhtojlikda turmush kechirishni xohlab ketmaydi. İlaji bak qiynalmasam ekanman deydi. Bu bak real. Endi uningdan pulg'amroq ekansiz, vijdoningiz yo'qkan, hozirgi qizlarga deb bir tayoq taydisak, toz adolatsizlik bo'lib qoladi. Va buzib chashmagan asosda ikkimiz mush bani texmo baraqsan qilsak bo'ladi, cho'ngaysak bo'ladi desangiz, bu to'g'ri. Shunga ayliqi imtihonlarni xato olib qo'yib, savolni xato chiqarib qo'yib, javobni to'g'ri olma deyish qoida odamni sal qiynab qo'ydi, Keramjon. Undaq bo'lsa, 3-bosqichga kirsak tayyorligingiz bitdimi? Bitdi. Kimlarni maqtashni o'ylayotgansiz? Qani, keling. Men 2 kun bor.
Сәл азырқы Алмира. қызларға түшіп қалды екенбіз бір қадар кәскен чо дәлішліда. Hazır siz umumyüzlük kızlar keskin dep qarayt ekansiz da. Ma 2 kun numurni shunday his qildim menda. Damalıqlar Hazırkı zamandan kızı. İlgirki kitaplarda tasvirlengen salmaq kızlar dep mandaq tasvirlatam sizge. Yo'q, hozirgi ma zamonniki bir qadar o'zini qo'yib aytgancho. Mustaqil fikr qila oladigan demakchimi? Men jig'ib akab beray, bu gapni xato qilib qo'yib, abayqidek dush qilib taraf-tarafdan sizga zarbalar berilib ketmasin, sizning qo'g'dimsaq bo'lmaydi. 8 numurlik mayirni bir qadar ishimizda ko'rdim. Sübinur'mu? Bu Sübinur için artıqçılıqma? Siz artıqçılıqda qo'ydingizmi? Udullu bir ko'ribli-cho. Ikki qiz gapni anglab esqidim. Udulluqcho, bir ikki gapni ortiq qilmaydigan shu bağı udulluq gap chiqaradiganroq qiz ko'rdim. Kim bilan paranglashganda rohat tuyg'uda bo'lgandingiz? Fikr almashtirishingiz ravon bo'lgan. Hamda 8 numurli qiz bilan dastlabda savol so'ragandan keyingi bergan javobi sal nima qildim, lekin shu udulluq. Davomli paranglashgangiz keptikanda asliya. Demek elçiden düşkendan keyin sizden bir ökünüş qaldı-da, başqalarga baha bergandingiz, ilgir başqa sallarni ko'rib, "Apla men bo'lsa mundaq da'vat etdim" degandingiz, endi düşkendan keyin demek shularning o'rnida bir ökünüş Sübinur bilan jiqroq paranglashgan batdi. Hey, deb qolgan bo'ldingiz-da. Ma'qul, hozir bir qitim fursat beray. Siz Urumchi turamsiz yoki o'zingizning yurtda turamsiz? Urumchi turaman. Cho'nglarchi? Cho'nglar yurtda. Yurtda o'zingiz yoqda turamsiz? Yo'q. Adam var. Adam var. Adam var dedingizmi so'ngli? Adam var dedim. Adam var dedingizmi? Ha, men adam var deb anglab. Do'stimdi, kimdi? Hamda billa uy ijarab turayotgan bir hamkardaşlar bo'ladi-ku, uylarning billa ijarab turgan shumidi deb qoldim endi. Ras ishmijaz tarifini ifodalayotir ha? Ha bu. Müzeyçilik versen bulamdı fırsatını. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtışçılık Şirketi televiziya ilanı, televiziya programması, televiziya tiyatri, mikrofilmlerini işleş, şundaqla çoğun küçük murasimlarını planlaş ve ötközüş. Şirketlerin təşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icara veriş qatarlıq türler bilen şoğullanıdı. Eğer yukarı türlerge ihtiyacınız bolsa, Kamera Medeniyet Tarqıtışçılık Şirketi sizin en yaxşı tanlışınız bo'lalaydı. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtışçılık Şirketi. Müzeyçilik versen bulamdı fırsatını. Emdi kızlarının tallaş basqıçı kırdık. 3, 2, 1. Bir kursunu bitdiniz siz mi? Bizning kasbda ortiq undaq eğrichi o'zimizni besim qilish biz uchun ortiqcha. Bezekçiler nayt şox muzikalarni qo'yib qo'yib bezekçilik qilsizlar, sizlar shundaqmi? Men odatda bezekçilik qilib qolsam, shu o'zimning shu vaqtdagi kayfiyatga qarata muzika qo'yib olaman. Asal ishim chiqib qolgan vaqtda lirik muzikalarni qo'yib qo'yib qilaman, odatda sal jushqunliqmi ish qilib. Hozirgi ma kayfiyat qanday muzika tushdi sizcha? Ma kayfiyatimga hozir lirik muzikalar tushdi. Naqsh berma. Qaysi naqsh tushdi masalan? Qaysi naqshni? Odatda muzikalarni ma Hindistonniki qaysi muzikasi ma söygü bir nimasi degan bir muzika bor. Bilmaydigan narsadan til qoldingiz-ku. Ri 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 deb chiqqan bir muzika bor. Oxirchi? Oxiri nima chiqdi? Oxiri ma naqsi vaqt dum he deb bir aytgan naqsi va teksti endi. Damalıqqa keltirib bo'lamini naqosmani. Deb azaplansa deydigan yerler bormi? Yo'q, ama bak odamni lirikcho ba'zi muzikalarni anglasak o'zimiz xuddi dengiz bo'yi turganda yop eshitliqda yiroqlar qarab turganda his qilamiz. Shu xildagi muzikalarni. Undaq bo'lsa, ko'z oldingiz kenglik bo'lsin, Keremjon. Ko'rdiganingiz umidvorlik, yeşillik, rahatlik manziralar bo'lsin. Ham shu manzira ichida o'zingiz ko'zlagan bir go'zal qizning siz tarafga qarab kelayotganini tasavvur qiling. Ham shu tasavvuringizni amalga oshirish uchun tirishchilik ko'rsating. Bo'ldi. Rahmat sizga. Bo'ldi, xayr xo'sh. Hindiston muzikalarini yaxshi ko'radigan bir bezakchi yigitni sahnamizdan uzatdik. Endi Hindiston naqshini o'rlashtirish qilmaydi. O'zimizning go'zal anglab ko'ngan naqshlarimizni bilan anglamaylikmi qizlar?
Qenamsa birlik tanglaylı. Әмді 2 numurluq mehman sahnimizga chiqadi. Bu yoq zodi kim bo'ladi? Biz qarab baqaylik. Yaxshimsizlar, Yaqmaydondagi barliq güzel qizlar, bizning suyimli ikki ustozimiz Mayrada hammalarning mushaqtinglar xayrlik bo'lsin. Menki Aqsu diyardan kelgan Abdusalomdan har qaysinglarga o'tliq ehtirom, suyimlik salomlar bo'lsin. Rahmat. O'tliq ehtirom, suyimlik salom. Abdusalom, yurtingiz Aqsu.
Turvatqan joyingizchi? Yurtim Aqsu, hozir Urumchi turman, Urumchida bir shirkatda ishxona xizmati bilan shug'ullanaman. Aqyaqiliq. Shundaq deb qo'ysa ham bo'ldi. Undaq bo'lsa, bugun nayt yaxshi fursatda qizlar bilan ko'proq fikr almashtiring. Bizning tunji bosqichimiz dal tonishish ham tushuncha hosil qilish bosqichi. Qani. Rahmat. Yaxshimi? Yaxshimisiz? Tanıştığanda Aqsu'dan diye tanıştığandınız, ben Aqsu'luq. Kaç yaş girdiniz? Bu yıl 26 yaş girdim. 2 yaş farkındaykenmiz. Maşinanız var mı? Maşinam var. 26 yaş girdiniz mesela. Mayışımda toy qilman, mayışımda balla qilman deb o'zingizga bunda bir plan qo'yib, bunda qanday yashayman degan o'ylash baxtingizmi? Onu o'ylashdim. Endi mening atrofimda o'zimning do'stlarim bor. 26 yaşdan kichik vaqtlar 24 yaş, 25 yaşlar to'y qilganlar bor, to'y qilmaganlar bor. Endi men balalarning cho'ngi, men 3 bala. Öydüklərim aldırdıdı meni hozir qachongacha to'y qilmaysa deb. Mening bu vaqtimizda, bir saq vaqtimizda, putqulanni jamba vaqtida bir to'y qilib, farzandlik bo'lsang, balalaringni beqib bersak degan ashta gaplarni qildi. Bo'z balduroq to'y qilib, balduroq farzandlik bo'lib, shu o'zim yaxshi ko'radigan shu ayolim bilan kelgusidagi o'zimning baxtli bir oilamni qursamka degan shu niyat bilan bugun mishada turibdiman. Xayolingizdagi siz to'y qilmoqchi bo'lgansiz, almoqchi bo'lgan qizning qanday shaklda, masalan, qanday obrazda yoki qanday mijozi bo'lishini orzu qilasiz? Meniki hamda talpim sal yuqori bo'lib ketishi mumkin endi. O'zim sa'ashda o'ylayman. Mening kelgusidagi jo'ram bo'yingizlik jihatdan 1.65 m atrofida bo'lsa, undan keyin tan qurilish jihatdan bir o'ruqroq, o'zim o'ruq bo'lgandan keyin o'ruq qizlarni yaxshi ko'rganman, shu o'ruq bo'lsa deb o'ylayman. Undan keyin mijoz xarakter jihatdan mening mijoz xarakterim bir xil ichki mijoz deymizmi, bir sorunlar bo'lsam asaliqcha kirish bo'lmayman, kirishgandan keyin sal echildigan bir xarakterim bor. Shunlashqa mening mijozimga bir tuluqlash bo'lsin deb men kelgusidagi hamrohimniki intayin bek uchiq yo'ruq, endi bir ishlarga nisbatan intayin qiziqishi, asali qiziqadigan, undan keyin judon aktiv bo'lishini, undan keyin samimiy, oq ko'ngil bo'lishini Nasıl siz bana shunday bir qarashdan men sizga qanday ta'sir berdim? Texmu cho'nqur, texmu ishkirlagan ahvolda bunda paranglashib baqsaq, fikrlashib baqsaq, balkim yaxshi ta'sir qoldirishingiz mumkin deb o'ylayman. Hozir nayt yaxshi fursat. Almira haqida bilmoqchi bo'lganlaringizni so'rab beqing qani. Sizdan so'rab baqsam, undaqda siz nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men naqshchi. Naqshchi. Naqshchi bo'lsangiz, muqim bir idorada xizmat qilamsiz yoki? Ha, muqim klubda ishlayman. Klubda ishlaysiz. Undaq bo'lsa, kashda uyga vaqtida kelmaysiz, shunaqmi? Shunaq. Bunun nisbatan hamda mening bir o'zimning o'ylig'ini deb baqsam, men baloni cho'ng'igan keyin cho'qim keyincha cho'nglar bilan bir turib olmayman. Cho'nglar bilan bir turib olmagan keyin o'zim uy ayirib chiqdiman. Keyinchi farzandim bo'lishi mumkin. Shunga mening xizmatim, men hamda xizmat, uy, bala deb shuni o'tirisda bek aldirash bo'lib ketib, balaga bek ko'p vaqtini sarf qilmasligim mumkin. Shunga men ayolimniki shu balaga texim bek ko'ngil bo'lib, texim bek vaqtini shu oila uchun sarf qilishini umid qilaman. Shunlashqa mening qalbimga tushmayotgansiz demoqchi bu yerda. Kechiring. Kasbingiz alaydiroq ekan demoqchi-da. Siz abay deb o'tdingiz-ku, halqi ayolingiz bilan qiz do'stingiz bo'lib qo'yib qolsa 1.65 bo'lsa deb. Men o'zim hamda xizmatim beymaychilik qilaman-da. Gerçi unaqa kichik bo'lsam-mu. Andan lekin mening bo'yingizligim 1.65. Andan tijonram 49. Sizningcha men qanaqroqman? Hamda 1.65-49 kelgan bo'lsangiz, intayin normal hisoblanasiz. Men o'zimning o'qigan kasbim biologiya kasbida o'qigan. Shunlashqa shu tijri deymiz, badan iskemiyi degan shu narsalar kasbiy jihatdami
sizning beden ağırlığınız, beden egizliğiniz bir kadar sağlam hesaplandı. Sağlam kişiler de yani normal hesaplanıcı. Şunlaşka bu taraftan çizgensiz. Normal çizgensiz lekin sağlamlık ölçümü mü sizning ölçümingizga mı? Mayli sağlamlık ölçümü bolsun yoki mening ölçümim bolsun. Ma bir tarafdan çizgen. Lekin de endi ma hissiyat jihatdan yoki mizaj xarakter jihatdan bunu tushadigan tushmaydiganlikni hozircha bir narsa to'g'ri bo'lmaydi. Abdusalam 7 o'lchab bir kesyapti qani. Tushmamdi, tushmamdi, cho'nqirlab paranglashib baqayli. Avval mishal bir gap qistirib qo'ygim keladi qizlarga. Meni endi mushib deganki mush sahnaga chiqishim, men to'y qilman deb ham keldim-ku. Men ash to'y qildigan, tayyorlik tutgan qiz bo'lib qolsa, shuni sahnadan qo'lini yo'tlab aytib ketaman degan maqsad keldim. Shunlashqa shu qizlardan o'pchi bir savol so'rasam, agar sizlarning tayyorliginglar tutgan bo'lsa to'y qilishga, sizlarniki shu to'y hamrohinglarniki yoki kelgusidagi shu hamrohinglarniki qandayroq bir odam bo'lishini, qandayroq bir yigit bo'lishini arzu qilsizlar. Mening o'lchimim masalan kelishgan bo'lsa, hamda hamma qizlar birinchi bo'lib kelishganni qaraymiz. Oxirida u bek muhim masala bo'lib qolmaydi ekan. Birinchidan shu kelishgan bo'lsa deymiz. Anondan keyin boy ölçümü odatda shu o'g'illarniki 1.78 dan yuqori 75 dan yuqori bo'lsa, egizga tavamiki deb o'ylayman-ku. Shuningdan yuqori bo'lsa bo'ldi. Ondan keyin men bilan to'y qilgan bola qobiliyatli bo'lsa deyman. Qobiliyatli bo'lsa, anondan keyin bizni yetaklab mang'alisa, qo'g'diya olsa, oila turmushda samimiylik bilan turmushni turmush qilib tutib mang'alisa. Anondan keyin bir ishlarda sal mujmal emas, keskinroq bo'lsa deyman erlarni. Anondan keyin mardroq bolalarni, attir chachadigan bolalarni, shay bolalarni. Yomon jiqqa o'ylab baqsam bo'ladi. Attir chachadigan. Mardmisiz? Mard deb o'ylayman. Attir chachamsiz? Attir chachishni yaxshi ko'raman. Uydim shundoq jiqatlarım bor. Oy, Nadiya. Shu buldika debchi. Bulandika? Buldika. Men o'ylayman, qizlar muhabbat bo'lsa to'y qilmaydi deb. Chuqum bir umr yashaydigan odam chuqum talbi chuqum yuqori bo'lishi kerak. Men o'ylayman, keskin bo'lsa, kelishgan bo'lsa, bu shakli shunda tushgan deb o'ldim ham o'zimga. Men o'zim o'roq olgan ekanman. Bek pakam emas. Abdusalam, sizning shartingiz xil tushyapti. Tushyapti. Bu sanda xil umid bor aka. Oldirib xush bo'lmaychi. Yana minglachiroq uchrasanlar behram bo'lib qolganman. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi biz ikkinchi bosqichga bir kirib baqaylik qizlar. Biz hayot haqida, haqiqiy turmush kartinalari bilan uchrashgandan keyingi his tuyg'ularimiz haqida o'ylaganlarimizni sahnaga bir to'kib baqsaq. Qani, ekran qaraylik. Ay, kim o malı? Ay kupak, akızal kim o? Akızal kim o? Ha? Kim malı, makızala? Kim kızala? Ay şu sizden soratma kim o? Nadi, sen kıyada, neymiş kıvatsa depti ki. Selleşip ketkedek bir münasiyetin olarak yakşı okşumanda. Makızal o hem de. Bir eğizin cevap kaytarmaptı, xil akıllık ki. Kim malı? Meni telefonimni oqturg'day qildingmi sen? Voy, chiqqaqma tushundiray, kim o mavu? Voy, akagina, nimanda qildim mavu? İşte. Odamning uyqusini buzib, kim bu edi? Mening ajraq tuqqunimning qizi. Atga undudar qilsam qaytamabdi-ki, oxirida telefon qilibdi. Apamga apirib turgan narsa ekan, nima bo'ldi? Sarang mavu? Aytib ketgandi. Voy, men o bildim. Unda narsangiz dostum juyitsiz siz. Herkes saqlab qo'ymaysiz. Mangana juytiring bilgansan, o qanday qildi?
Hey, rost yürüttiniz mi? Ben bu birlikte mi şunda işleğinin bağlığını? Ya bak, sarang mı sen limanda nervam tiksem adamın uykusunu buzganı az da. Ma oğrunun gözüge hemmimiz oğru görünüp de degendek. Mendin kumandan otapsa emniyet sende var çönün mü? Ben bilmezsem jurvağının bilen ama bilip kaldığımsan boynun jüri etmemezsin ha. Sen taz degiçi, men taz deb olay deyishgandek ikkilan bir-biri bilan so'qishib ketdi oxirda. Shundoq. Ha, telefonni ichi yutish toza bo'ldimi, bo'lmadimi? Menimcha ham bo'ldi, ham bo'lmadi. Nari bo'ldi, nari bo'lmadi. Mayli er xotin bo'lsin, yo 20-30 yillik er xotin bo'lib ketsin, har ikkisiniki o'z oldiga azroq bir shaxsiy turmush bo'ldi. Shaxsiy turmush bo'ldi. Undan keyin masalan er xizmat qilish jarayonida deymiz yoki oliy maktab o'qigan bo'lsa, maktab o'qigan jarayonida saboqlashtirib bo'lishi mumkin, yoki urug' tuqqanlarning qizlari bo'lishi mumkin. Shu oraliqda joylashib qolgan odamlarning shundoq bir to'g'ri kelib qolgan ahvol ostida paranglashib qolgan, paranglish xotiri sababidan ayollar o'tirisida mana o'xshash to'qinish kelib chiqqan ahvol mencha yuz berish tegishlik bo'lmagan bir ahvol. Qizlar sizlarchu qanaqa qaraysizlar? Men o'ylayman shaxsan ayol kishining qilgani haqiqatan to'g'ri bo'lmadi. Birinchidan, erga ishonmaydi ekan. Ikkinchidan so'zlasak, balkim bu erning bir ba'zan bir ishlarni bilib qolgan sababdan, hamda bir qatim bir ashla qilib qolgan sababdan ayol kishi balkim o'sha erim bir taloqalab qolarmi yoki boshqa bir qizlar bilan paranglashib, u bu munosabat bo'lib qolarmi degan asos aqtudi deb o'yladim hamda. Mahbuzada psixikalik tahlilda qandaq ayol, qandaq erlar qarshi tarafning telefoniga alaydi qiziqadigan bo'ladi. Ma psixik nuqtasidan shu er ayollarninki bir-birining telefoniga diqqat qilish, aqtirish degan bu qilmishlar bu ishonchning yetarlik emasligi. Bir-biriga bo'lgan ishonchning yetarlik emasligidan derak beradi. Uningdan keyin o'ziga bo'lgan ishonch yetarlik emas. O'ziga bo'lgan ishonch yetarlik emas bo'lganlikdan qarshi tarafnimi bu ishonchsiz deb qaraydigan ma'qul ahvol bor. Hammamizning o'zimizga tushliq bir bo'shliqi bor. Shaxsiy bir bo'shliqimiz bor. Buningga hurmat qilsak bo'ldi. Ma ayolninki yo'ldosh uxlayotgan holatda yo'ldoshining barmog'ini besib turib telefonni aqtirishi bu shaxsiy bo'shliqqa tajovuz qilganlik. Ya'ni yo'ldoshining chegarasiga tajovuz qilganlik bilan barobar. Mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin. O'zimizning ichimizdagi ishonch yetarli bo'lsa, buni sirtdan bexatarlik tuyg'umisini sirtda izlaydigan ahvol bo'lmaydi. Rahmat. Maryam Gulada ma'lum bir qizning telefoni yutib ketib qopti. Bak chataq bo'lgan yeri bu qizninki o'zining yigiti bilan tushgan bir qism suratlari. O'zlari yaqin holatda tushgan, lekin uni chambirak yoki bir yerlarga bahrilamayman, saqlab qo'yman degan rasmlari ma'lum bir kunlarda oshkora to'rlarga tarilib ketibdi. Demak, telefonni tepib olgan odam yomon niyatda bu rasmlarni to'rlarga chiqarib yetib qopti. Endi bu qiz mush vaqtda nayti g'urur debsandi bo'lgandek, bak izzat atib, yerga kirib ketgidek holatda zodi odamlarga qanday yuzlanishni uqmay qopti. Endi mush qiz o'zining qonun huquq manfaatini qanday qo'g'day oladi? Har bir puhraning qadr qimmat huquqi, nom, shon sharaf huquqi ham mush surat huquqi bor. Har qanday bir puhraning har qanday vosita yoki usul yoki maqsad bilan mushu puhralarniki yuqorqidek huquqlarga daxl tarz qilishi qat'iy cheklandi. Mo'shning aloqador biz daxl tarzga uchirgan vaqtimizda JX o'rinlarga dilo ma'lum qilishimiz kerak. JX o'rinlarga dilo ma'lum qilgandan keyin mo'shining kelish manbasi taqatquchi qatorliq isbotlarni JX o'rinlari tekshirib aniqlash mumkin yoki o'zimiz har xil yo'llar bilan mo'shu bizga ziyonkashlik qilgan nom shuhratimizga surat huquqimiz daxl tarz qiluvchini izlab tepishimiz mumkin. Isbotlarimiz to'liqlangandan keyin soqchixondan mo'shu bizga ziyonkashlik qiluvchini jazolab berishni talab qilish bilan birlikda sud mahkamasiga biz shu odamning bizdan ochiq oshkor holda kechirim so'rashini, mush sababdan keltirib chiqargan oqibatlarni ustiga olishini, ya'ni iqtisodiy ziyon yoki ro'y ziyon, uningdan boshqa ziyonlar kelib chiqqan bo'lsa, mush ziyonlarni to'lab berishni talab qilsak, sud mahkamasi dalil isbotlarning
to'liq yoki to'liq emasligidek ahvollar qarata bizning da'vo talabimizni qo'llash yoki rad qilish tartibini qo'llandi. Lekin mushu saqchi o'rinlari yuqorqidek haqiqatan ahvol bo'lsa, mushuning qilmishning keltirib chiqargan oqibatiga qarata muvofiq jazo qo'llandi. Rahmat. Endi telefondan iborat bir vosita turmushimizga singib kirgandan boshlab aloqamiz bag'an siri mo'llashdi. Tonish doiramiz kengayishga, ijtimoiy to'pimiz cho'ngayishga qarab yuzlangan bo'lsa-mu, ham telefon ib kelgan avorchiliklarmi oz emas. Masalan, bayatınqadek ayollar o'ttirsidagi ba'zi bir surkilishlar va yoki ko'ngilsizlik terib oldigan ahvollarni mush qo'limizdagi telefon keltirib chiqargan ahvollarmi mavjud. Shunga bu nuqtada biz qo'limizdagi telefonni aloqa uchun ahvol so'rash, o'zimizningki muhim xizmat kasbiy taraqqiyotimiz uchun to'g'ri usulda ishlataylikki, hargizmi boshqalarga azor berish, boshqalarning maxfiyatligiga hujum qilish va yoki kayfiyat chiqarish quroli qilmaylik. Chambaraklarda yoki do'yinlarda uni buni tillash, uning bundan o'chilish va yoki o'zi ko'ziga sig'magan odamlarga baho berib, qarshi tarafningki vujudiga yoki bo'lmasa ro'y dunyosiga zarba berish qatorliq usullardan foydalanadigan qurol qilmasdan taraqqiy qildirdigan, o'zimizni xushal qildigan, yangilik uchurlarni egilaydigan, ham shu uchur orqali o'zimizning bilimini to'plashtiradigan degandek bakchiq yaxshi taraflari bor. Shuni ishlasak to'g'ri bo'lg'idek, fikrim. Sizning qarshi tarafning telefoni qiziqadigan bunday ahvolingiz bormi, yo'qmi? Bir qiz bilan bir oila qurgan bo'lsam, bu qizning telefonini shu ikkimiz o'ltaga vaqtida, paranglashib o'ltaga vaqtida ixtiyoriy holatda ko'rib baqsam, ko'rib baqay telefoningizni deb o'zining ruxsati bilan elib ko'raman. Lekin da o'g'irlikcha uxlab qolgan vaqtida yoki bir ishlar bilan sirtqa chiqib ketgan holatida ruxsatsiz elib ko'rmayman, aqtomayman. Qizlar, sizlarmi o'zinglarning telefonini boshqalarning ko'rishini cho'qim xohlamaysizlar? Endi o'zinglar yaxshi ko'rgan ma'lum bir odamning telefoniga qiziqib qoldigan ahvol yoki ko'rib boqqanlar kelgan chaqlar bo'lamdi. Shunday ahvollarmi bo'ladi? Chunki biz o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlar nima ish qilayotganligimiz bilgimiz keldi-da. Nurg'un qizlarda bo'ldi bu ahvol. Ammo shunda bo'lgan taqdirdami o'zimizni tutib olib, amal bor boshqalarning qarshi tarafdan o'zimiz yaxshi ko'rgan odamni hurmat qilib azroq telefonni o'g'irlikchi ko'rmasligimiz kerak. Men ham da o'ylayman, boshqalarmi mening shaxsiy uchurimga bek undaq kirishib olmasam, men bu boshqalarning shaxsiy uchuriga uncha bek kirishib olmasam deb o'ylayman. Chunki bu yer ishonch bo'lganda, tushunish bo'lganda bir yerga kelmiz emasmi? Ondanmi shu boshqalar masalan, o'g'illarning bek kullamchilik qiladigan, makimo kimdan telefon keldi, o'sha gaplar faqat xo'shim yo'q rost gapsam, o'zim oldirib bunday ish qilmagandan keyin boshqalarni mana o'zimga o'xshash deb o'ylamdim ya. Shuningga mayli boshqalarning shaxsiy uchurga, shaxsiy turmushiga uncha bek qiziqib ketmayman. Menga deb bergan taraflar olsa, ha deb endi shu menga tushundi, menga ishondi, men bilan o'tkazib olgan turmush gaplarni menga deb berdi deb endi o'ylayman-da, uningdan boshqa endi abayqidek masalan qiliqlarni sig'irlaydigan ishlar yo'q. Yaxshi ko'rmayman. Menikini mesela qimmisga deymi. Bo'ldi. Odamlar ijtimoiylashish jarayonida garchi tonish, aralashish doirasi kengaygan bilan amana shaxsiy bo'shliqqa, o'ziga tava bir muhitga ehtiyojli bo'ladi. Endi bu muhit yolg'iz hujray bilan kifoyalanmasdan telefondami shaxsiy bo'shligi bo'lishni, aloqa chamberigidami ancha-muncha shaxsiy bo'shligi bo'lishni talab qilib qoladi. Bu turmush ritmining tezlashishi bilan odamlarning ingiga bag'ansir singib kirib, hatto muhrdek tamoq bo'lib besilib ketayotgan ahvollar bor. O'zaro bir-birimizning shaxsiyatiga hurmat qilgan asosda ishonch bilan qurilgan turmushni ko'zlab oldimizga qarab menga baqaylik. Xo'sh, biz 3-bosqichga kirib ketdik. Qani yigit. Oldingizga menga. Abdusalom, qizlar ichida kimga qandaq bir ta'rif so'zlaringiz turibdi? Urg'uvatidi. Kimga qandaq yaxshi so'zlarni ep keldingiz? 5 numaralı mayır biz aqsızlıq bir yurtdan kelmiz. Bu mayır sirtqi qarashdan intayin muloyim. Onun için gerçi menga uncha ko'p gap qilmagan bo'lsa-mu, lekin aq ko'ngil. Onun için yüzдөven mening talablarimga tushdi deb o'yladim. Onun için 2 numaralı mayırmi shundaq töz uchiq yo'riqga. Bo'ldi. Endi qizlar, sizlarmi chiroyli so'zlaringlarni mushu so'z degan eg'izdan chechakdek chiqib guldek ichiladi desam to'g'ri bo'ladi. Qani, gullarni ichiltirib beqinglar eg'izlaringlar orqali. Bek samimiy, andan
to'y qilsa bo'lg'idek dalqi biz qizlarning nazarida endi to'y qilsam bo'ldi ekan man o'g'il bilan keyin baxtli bo'laligidek man gapim bir yerdan chiqqidek yaxshi nomzodmika undaq bo'lsa javobini hozir olaman mana. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi televiziya ilani, televiziya programması, televiziya tiyatri, mikrofilmlerini işleş, şundaqla çoğun kiçik murasimlarını planlaş ve ötközüş. Şirketlerin teşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icara veriş qatarlıq türler bilen şoğullanıdı. Eğer yukarı türlerge ihtiyacınız bolsa, Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi sizin en yaxşı tanlışınız bo'lalaydı. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi. Cevabını hazır alaman mana. 3, 2, 1. Yaxshi nomzodmika? Siz sahnaga chiqamsiz, Abdusalom yeningizga berib taklif etsinmi? Tushiray deb qolsam, olib kelib tushiralamda shu ko'rib boqay. Voy. Sevgili gece buluştuk Körelmesek yirak ne meyle Kademlerimiz toxtab kalmasın Aramızda kıydaş bulsa meyle ayrılışlar bulmuşsun Cevri capa kelse meyle vazgeçişler bulmuşsun O da bir neçə sanda biz izchil mush manzirini kutgan edik. Axir bugun amalga oshdi. Chiroyli qiz Adila hozir Abdusalom bilan sahnadan ayrilish oldi turibdi. Albatta oddiy bir sovg'at tayyorladik. U bo'lsa kamera to'y mulozimatchiligi ishkanlarning tonish sovg'i sifatida Adilaga chiroyli bir tal uzuk tayyor qilibdi. Undan boshqa kamera to'y mulozimatchiligi inam Abdusalom singlim Adila agar to'y qilish musobaqasini rasmiy besib qolsanglar, o'ylanish xita olalasanglar, undaq bo'lganida, ya'ni o'ylanish guvohnomasini olsanglar, kamera to'y mulozimatchiligi, Abdusalom boshqartiradigan to'y mashinasining ishlari, Adila boshqartiradigan to'y ko'ynak, to'y girmi degandek, mana shu mulozimat turlarida sizlarga haqsiz mulozimatni qiladi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Enamsiz alqish javoblar bilan uzaylik. Rahmat sizlarga. Aqsuliq yigit Abdusalom bilan aqsuliq qiz Adila chiroyliqini sahnadan birlikda ayrildi. Albatta bundan keyin ularning turmushiga ko'ngil bo'lish bizning majburiyatimiz. Biz davomli iz qo'g'lab, ya'ni programmalarimizning xulosalarida ularning turmushining qanday bo'lganligi haqida va yoki ularningki amalga oshgan muhabbati o'ylanish guvohnomasi haqidagi uchurlarni sizlarga vaqtida beramiz. Qadrli ko'rman do'stlar, xush xabar bilan oxirlashgan bugungi programmamizning bu soni Müşiyada yopağını yaptı. Kilerki sandi görüşeylik. Aman bulunlar. Hayır hoş. Kalem kaşlık asmandaki ayının özü Men köygen kız bay akamның yalğız kızı Kalem kaşlık asmandaki ayının özü Bıkıp yassam yar öyini men gündüzü Kalay kiçe yar öyüge elçi keptu Elçi keptu yar öyüge elçi keptu Men barğıça yar